Agar inson bir hafta davomida chekmasa, sog'ligida qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Keling birga ko'rib chiqamiz. Qon bosimi me'yorga tushadi, yurak urishi sekinlashadi, qon tarkibi tozalanadi va tanadagi karbonat angidrid kamayadi. 2-3 kundan keyin nafas olish yengillashadi, yo'tal va balg'am chiqib ketadi. Tamaki hidiga va ta'miga sezgirlik qaytadi. Taomning ta'mi va hidi yaxshiroq seziladi. Bir hafta o'tganida nafas yo'llari ochiladi, o'pka faoliyati yaxshilanadi, yurak va qon aylanishi yaxshilanadi, energiya esa ko'tariladi. Terining rangi tiniqlashadi, yuz tiniqroq ko'rinadi, immunitet kuchayadi, shamollash va infeksiya xavfi kamayadi. Qanday kasalliklar xavfi kamayadi? Yurak xastaligi, insult va infarkt, o'pka va boshqa rak kasalliklari, oshqozon va ichak kasalliklari, tish va milk kasalliklari. Nima uchun chekishni tashlash kerak? Chekish tanadagi barcha tizimlarga zarar beradi. Qon aylanishidan tortib, o'pka va terigacha. Bir hafta chekishni tashlaganingizdayoq tanangiz o'zini tiklay boshlaydi. Har bir kundan keyin sog'lig'ingiz yaxshilanishini sezib borasiz. Shu sababli imkon qadar ertaroq tashlash eng yaxshi qarordir. Bu videoni hali ham chekishni tashlamaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.